Barchaga assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan validationlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni express validationdan foydalangan holatda o'zimizning qonun qoidalarimizni kirgizib chiqamiz. Ya'ni qanaqadir biron bir narsa yoki boshqa misol uchun maqsadlarimiz ham bor bu yerda. Ya'ni postning usersini va put qismlarini ID'da kiritilgan ma'lumotlar to'g'rimi, to'g'ri emasmi, noto'g'ri email bo'lsa yoki bo'sh element yoki boshqa shunga o'xshagan xatoliklarni oldini olish uchun biz validatsiyadan foydalanamiz. E'tibor bering, biz birinchi navbatda nima qilib olyapmiz? Ya'ni body, ya'ni bodyda kelayotgan bodylarni va validation result qilib turib bir o'zimizning qonun qoidalarini kiritib chiqamiz. Bu albatta ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda const bizga body kerak. Body mana shu holatda va keyingi qurolimiz bo'lsa validation result bo'ladi. Okay. Keyingi const albatta undan keyin aytishimiz kerak bo'lgani biz qonunlarni aytamiz. User validation aytishimiz mumkin. Rules bo'ladi va u esa arrow function ko'rinishida bo'ladi va turbacha qavsishda yozamiz. Aytamizki bodyning username'ini ya'ni tekshirgan not empile bo'lsa, ya'ni tekshirib ko'rgan, agar qandaydir xatolik bo'lmasa unga bo'lsa, ya'ni with message jo'natgan o'sha messengerimizda aytgan user bo'sh bo'lishi mumkin emas degan qiymatga jo'natish mana bu yerda yozilgan. Mana user bo'sh bo'lishi mumkin emas. Shuni olib turib tashlab qo'ysak ham bo'laveradi. Bunday holatda qilsak mana bunday bo'ladi. Va keyingisi esa bizani qoidalarimiz ham bor edi, sizlarda bo'lsa, ya'ni is alfabet qilsa bo'ladi yoki biza length ni tekshirib is length da. Ya'ni u maksimal 3 tadan 20 tagacha bo'lsa, bu agar shunaqa xatolik bo'lib qolsa, unga aytgan, ya'ni userda mana shunaqa bo'ldi. Endi body tugadi, o'sha biz berdik. Endi email ga o'tamiz. Email ga ham xuddi shu. Not empiled bo'lsa, ya'ni email bo'sh bo'lishi mumkin emas. Email ning with misol uchun email ning email ligini tekshiradi, ya'ni sabachka bormi yo'q, shuni tekshiradi. Bo'ldi va password shart emas hozircha. Mana shu holatda qilib oldik. Bu albatta bizning qonun qoidalarimiz edi. Tushundilar degan umiddaman. Imkon qadar tushuntirishga harakat qilaman. Agar tushunmay qolgan bo'lsangiz, mabodo пожалуйста yozing. Ben javob beraman. Endi errorlarni handle bar sifatida middlebar qilib olamiz. Ya'ni error misol uchun handler middlebar desak, bunda qilib qo'yamiz. Mana birinchi navbatda nima qilamiz? Bu yerda const validate bo'ladi albatta. Validate esa request response va next bo'ladi. Ya'ni qandaydir to'g'ri bo'lsa o'tkazib yuborish uchun. Const deyman, aytaman, nima bo'lsa aytaman errors teng bo'lsa validation requestning requestni ichiga, ya'ni requestga beramiz. Undan keyin if agar errorsning ichida is emails bo'lmasa yoki is empires deb return qilib olgan, next qilib olgan, agar hech qanaqa bo'lmasa return next qilib olish kerak. Mana bu holatga e'tibor bering. Nima qilyapti? Errorni tekshiradi. Bu usulda ham siz bo'ladi, bu boshqa chorag'i ham bor. Ya'ni usulni ham ko'rsataman. Ya'ni bunda qanday bo'ladi? Siz bu yerda oddiy ish bilan qilasiz. Ya'ni if agar bizga kelgan errors ichidagi is email bo'lsa yoki is empire dedik. Empire bo'lsa, empire bo'lib qolsa, hammasi to'g'ri bo'lsa, nima qilgan? Just return qilgan va uzr next ni chaqirib qo'ygan desak bo'laveradi. Mana shu holatda. Agar unda bo'lmasa, keyingi qatorga o'tsak bo'laveradi. Ya'ni agar unda bo'lmasa, const deymiz, biz extracted errors qilamiz. Extracted errors bo'ladi va errorsni ham biz aytamiz. Bu shaklda olmaydi. Bu yerga biz mana errorslarimiz berishimiz kerak. Ya'ni errors nuqta array holatiga o'tkazgan va unga map qilgan
va errorni olgan. Mana shu holatda bo'lsin, undan keyin nima qilaman desangiz, bu yerda mana shu holatda yozamiz, obyekt shaklida yozamiz. Sababi nima? Funksiya undan keyin obyektga ketadi. Va obyektda esa biz nimaga unaqa qildik? Chunki errorda juda ham ko'p ma'lumot keladi va ular orasidan biz обязательно tanlab olishimiz kerak, nimalar chiqishini. Ya'ni birinchisi failet bo'lishi kerak. Failet bo'ladi. Va fieldga esa errorning parametrini berib yuboramiz. Va undan keyin messagega ANC message deb berib yuboramiz. Bu ham bo'ldi. Endi davom ettiramiz kodimizni. 3-qatorga o'tdik va agar ulardan to'g'ri o'tadigan bo'lsa, ya'ni qanaqadir undan ham o'tib ketadigan bo'lsa, ya'ni undan boshqa xatolik bo'lsa, return qilgan shunchaki res.status 422 ni bergan va unga JSON holatida JSON holatida unga aytishimiz kerak, ya'ni errorning mana bu holatini error nima chiqarib yuborgan. Bo'ldi, endi error oladi va bu yerga qaytarib beradi. Mana shu holat bo'lib qolsa, ya'ni qanaqadir xatolik kelib qolsa, shuni shunchaki qaytarib yuborish uchun. Bo'ldi. Endi shu modullarni eksport qilsa bo'ladi. Ya'ni modul export validate va undan keyingisi tayyor. Endi shu yerda bitta joyga o'taylik. Mana bu yerda qayerda? Xo'p, shunchaki mana shu yerda biza prosta shuni qilib qo'ysak bo'ldi ekan. Qolmadi, o'sha ishimiz qolmadi. Keyingisi biza error handler bus yozishimiz kerak. Error handler bus tushuntirib o'taman. Ya'ni nima qilamiz? Const error handler bus ochamiz va uning ichiga error, request, response va next keladi. Ularning orasida konsolga xatolikni birinchi chiqarib qo'yamiz va undan keyin esa const status code kelayotgan errorning status kodi bo'lmasa, ya'ni kodi bo'lsa, ya'ni 500 qayta, ya'ni yozmay qolsangiz bu avtomatik 500 qo'yadi. Va bu yerga message qismiga errorning messengi teng bo'lsa, serverda ya'ni kutilayotgan xatolik, ya'ni agar errorning messengi ham bo'lmasa, serverda kutilmagan xatolik degan javobni qaytaradi. Ya'ni siz o'zingiz kutayotgan xatolikni yozishingiz mumkin yoki bo'lmasa kutilmagan xatolik qaytaradi. Va res.status kod undan keyin JSON, ya'ni error true, undan keyin messageni prosta qo'yib yuborsak bo'laveradi. Tayyor. Buni ham yozamiz. Qanday qilamiz? E'tibor bering. Birinchisidan boshlaymiz. Ya'ni const error handler da mana shu holatda endi konsolga chiqaramiz. Console log, ya'ni error aytishimiz mumkin. O'sha ya'ni error xatolik deb qo'yamiz. Error yozdik va bu yerga xatolik deb qo'yamiz. Mana shu holatda. Va undan keyin keyingi qadam mana shu kodni o'tamiz, ya'ni status kodini va messengerni tekshirib olishimiz kerak. Const status code teng bo'lsa, ya'ni errordan kelayotgan status kod bo'lsa, shuni qo'ygan, bo'lmasa shu. Endi keyingisiga const, ya'ni message errorning message bo'lsa, serverda xatolik, serverda kutilmagan xatolik bo'ladi. Ya'ni qanaqadir biz o'zimiz kutgan xatolik bo'lishi mumkin, kutmagan. Agar ulardan ham o'tadigan bo'lsa, bu yerda status kodini va JSON formatini joylashtirib bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. res.status va u yerda status kod va JSONga error. Lekin bu messageni o'zimiz jo'natmadik. Biz bu yerga error true qilib qo'yishimiz kerak. Error true. Undan keyin mana shu holat. Bo'ldi, bu ham tayyor va modulni ham eksport qilib olishimiz kerak bunda. Xo'p, bo'ldi, tugatdik. Tabriklayman sizlarni. Endi biz routerga user routerga o'tib, user routerdan ishlatishni boshlaymiz. Ya'ni nima qilamiz? E'tibor bering, bu yerda nima qilingan? Bu yerda ko'p ish qilinmadi. Главный qilingan ish qayerlarda xatolik kelishi mumkin, o'sha ya'ni postda kelishi mumkin, putda kelishi mumkin. Delete'da, get'da boshqalar bo'lmaydi. O'shaning uchun biz chaqirib olishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu bo'ladi. Ya'ni qani ketdik. Routerni ishlatamiz albatta va bu sizlarga ancha
ishoning ancha kayfandor beradi keyinchalik. Hop, ketdik. Const biza aytadigan kodimizda bizada validatorlar chaqirib olmaymiz. Bizada ham ikkita bor. Mana ikkovi. Shularni chaqirib olishimiz kerak. Mana boom teng bo'lsa request middleware ichidagi validationga teng bo'lsa, mana validationga teng bo'lsa shuni chaqiramiz. Endi qayta ishlatamiz. E'tibor bering, mana joy mazasi. User validationda va rulesda va ikkovini qayta ishlatamiz. E'tibor, mana bu yerda qarang. User validation ruleslar, ya'ni postdan keyin oxirida mana funksiyamiz qoladi. Ya'ni next bilan middleware sifatida o'tyapti-da. Ya'ni ma'lumotni o'qiydi bu, ya'ni qoidani qo'yadi, undan keyin middleware'lar tekshiradi. Qoidalarga to'g'ri kelyaptimi? Ha. Qanaqadir kamchiliklar bormi? Yo'q. Undan keyin mana bu funksiya ishlaydi. Ungacha ishlamaydi. Tushundinglar-a? Ya'ni qoidani tekshiradi, undan keyin validate'ga qo'yadi, ya'ni bizning middleware'dagi qoidalarimiz to'g'ri keladimi, xatolar yo'q bo'lsa keyin bu qiladi. Bunda esa putda bo'lsa bizga hech qanday raqamimiz yo'q. Undan xuddi shu holat qaytariladi. Putda va postda. Ketdik, nima qilamiz degan birinchi aytganimdek, xuddi shu ikkovini qotmaysiz. Va ruleslarni esa qoida shaklida qo'yasiz. Ya'ni bu nima funksiyada baribir. Mana bu yerda biz middleware yozgan bo'lsak ham baribir mana bu middleware lekin anaqa emas. Requestlari bor o'shaning uchun. Bunda esa u narsa yo'q. Ko'rdinglar, hech qanday bir parametr boshqacha, o'shaning uchun funksiya shaklida ishlatib qo'yamiz. Validate to'g'ri kelaveradi. Bo'ldi. Putda ham xuddi shuni berib qo'ysak bo'ldi. Mana bu yerga esa funksiya qilib qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Endi app.js'da esa xuddi shuni tekshirib chiqamiz, ya'ni qanaqadir bir xatolik bo'ladimi yo'qmi, shularni ham qarash kerak. Xo'p, appda endi error handlebars ro'yxatdan o'tkazib qo'yishimiz kerak. Mana shu holatda global tarzda o'tkazish mana bu bo'ladi. Global error handler qilish uchun. Tushundinglar-a? Juda ham oddiy usul ishlatamiz appda. Mana shu holatda app ketdi. Const bizada error chaqirib olamiz. Mana keldi. Keling kepin deymiz. Buni oxiriga o'tkazishimiz kerak. Bu uzr, men hozir bu app turibdi-da. Appda user get status ketyapti va shu yerga app nuqta yuz bo'lganda error handlebars o'tkazib qo'yamiz. Bo'ldi. Ishlatmadik-ku, ishlatamiz. Xotiranglar. Ishlatamiz. Sekin-sekinda okey ishlatamiz. Test qilish. Ya'ni bu xato, ya'ni postlar, ya'ni post API user qilib turib, prosta bittasini noma'lum ikkita ma'lumot jo'natib ko'ryapti. Davay qilib ko'ramiz. Postmanimiz qani bizga? Kel bizga postman. Mana nimada qildik? Postda qildik. Create qilishda, to'g'rimi? Mana shuni qo'ydim. Chiqadigan xatolikni bilamizmi? Ha. Nima xatolik qaytadi? Mana bu xatolik qaytadi. Ya'ni error find username, ya'ni message user bo'sh bo'lishi mumkin emas. Find email noto'g'ri formada. Ko'rdinglar-a? Xuddi shu xatolikni kutyapmiz. Opa, bizada xatolik bitta, ya'ni serverda biz ishga tushirmadik hali. Player npm run start tayyor ishga tushdi, bo'ldi. Mana va send endi mana ko'rdi. Ya'ni error true va message email is not defined degan xatolikni bizga qaytarib berdi. Ya'ni 500 ta keldi. Demak, bu bizga kutgan xatolik emas. Nimagadir biz kutgan xatolik kelmadi. Va bu yerda xatolik response email is not defined deyapti. Paid deyapti. Ya'ni va to'xtang, men hatto xato yozib qo'ydim. Ya'ni is not paid deyapti. Qani? Mana shu yerda bo'lyapti hozircha. Errorsni ichidagi bo'lish kerak edi, adashmasam. Mana shu holatda edi. Qayerda mana? Qaytjon, mana. If agar errors ichidagi bo'lsa. Ikkitalab qovusga olib tashlagan. Mana endi to'g'ri bo'ladi. Ko'rsak, mana e'tibor bering. Xuddi shu joyda men xato qilib qo'yibman, mana. Status code error mana bu yerda. Mana ko'ryapsizmi? Ichidagi deydigan, men uni yozmaganman-da, o'shaning uchun. Menda xatolik kelib chiqdi. Ya'ni kutmagan xatoligim kelib chiqdi mana. Database qaytadan ishlatdik va ko'rsak, boom, mana endi biz kutgan xatolik keldi. Ya'ni user bo'sh bo'lishi mumkin emas, birinchi message. Ikkinchi, userda 3 tadan 20 tagacha bo'lishidan iborat bo'lishi kerak va undan keyin email formani tekshiring.
tekshiring degan anaqa beryapti. Xatoliklar bizga qaytaryapti, juda zo'r. Sabab qayerda ishlataman? Siz buni frontendga jo'natib yuborishingiz mumkin va frontend dasturchi esa uni mijozga chiqarib berishi ham mumkin bo'ladi. Tushundinglar-a? Juda ham oddiy usulda. Biz kutgan xatoliklar ishladi. Tabriklayman. Bo'ldi. Darsimiz shu yerda tugadi. Va bu yerda esa validation qoidalarini modul qilish mumkin. Agar post moduli yoki boshqa formada bo'lsa, ular uchun ham, ya'ni post validation rules deb yozamiz. Ya'ni buni biza ishlatsak bo'ladi deyapti. Ya'ni qayerda ishlatamiz desa, ya'ni mana shu holatda ishlatishimiz mumkin bo'lgan joy bu postda bo'lar ekan. Postni bizda to'liq qilganimiz yo'q, hali to'liq yozib olmadik. O'shaning uchun bu yerda hozircha ishlatmay turamiz. Buni keyingi darslarda xudo xolisa ko'rib chiqamiz.